Assalomu alaykum ustozlar. Bugungi darsimizda kichik janrlar, ularning farqlari, tahlillari, qofiyalari haqida gapirib o'tamiz. Ayni paytda sizlarga 8 ta tuyuq berilgan va ushbu tuyuqlarimizning tahliliga e'tibor bering. Birinchi masala, tuyuq 4 qatordan iborat bo'ladi. Undan ko'p ham, kam ham bo'lmaydi. Demak, darsimiz mavzusi tuyuq. Xo'p, ikkinchi masala tuyuq. Birinchisi 4 qator bo'ladi, ikkinchisi 4 ta a yoki a b a shaklida qofiyalanadi. Juda kamdan kam holatlarda xo'p, a b masalan db bo'lishi mumkin. Agar shoir 3 ta omonim topsa a ba bo'ladi. 4 ta omonim topsa 4 ta bo'ladi. Agar 2 ta omonim topsa juft misralarda qo'llaydi. Bularga ham misollar keltiramiz. Xo'p, tuyuq demak 4 qator bo'ladi. Ruboiy kabi a yoki a ba ba'zan a b d b yoki a b c b deb qofiyalanishi mumkin. Uchinchisi, tuyuqda qofiyaga olingan so'zlar radif emas. Qofiyaga olingan so'zlar shakldosh, ya'ni omonim so'zlar bo'lishi lozim. Va 4-chi talabi tuyuq faqat bitta vaznda yoziladi. Ramal bahrida yoziladi. Ramali xo'p, ya'ni foilotun rukni necha marta takrorlanadi? 6 marta. Ramali musaddasi xo'p, maqsur yoki mahzuf vaznida yoziladi. Xo'p, bu degani demak tuyuq faqat ramal bahrining 6 marta takrorlanishidan hosil bo'ladi. Mabodo qayerdadir siz tuyuq ko'rsangiz, vaznini toping desa, yozing desa, mana shuni yozavering. Xohlagan tuyug'ingizga mana shuni yozsangiz bo'ladi. Ramali musaddasi maqsur yoki mahzuf vaznida yoziladi. Demak, tuyuqning bu adabiy badiiy 4 ta talabi edi. 4 qatordan iborat bo'ladi. Ruboiy kabi qofiyalanadi. Qofiyaga olingan, radifga emas, qofiyaga olingan so'zlar xo'p, shakldosh, omonim so'zlardan iborat bo'ladi va qat'iy ramali musaddasi mahzuf vaznida yoziladi. Xo'p, agar taqdisini yozing desa, yetmadim vaslinga yo'l olusidan. E'tibor bering. Xo'p, yetmadim vaslinga yo'l olusidan. E'tibor bering. Foilotun foilotun. Oxirgi rukn bitta kam. Shuning uchun foilotun foilun bo'ladi bunisi. Foilun. Ba'zan maqsur bo'lsa foilon deb o'qish mumkin. Maqsur bo'lsa foilon, mahzuf bo'lsa foilun. Yetmadim vaslinga yo'l olusidan. Bu maqsur bu. Din cho'zoroq aytiladi. Xo'p, endi taqdisini yozing, paradigmasini yozing desa, mana shu belgilar bilan yozasiz. Afoilini ayting desa, foilotun foilun yoki foilon deysiz. Arabiyotda deylik 1000 ta tuyuq bo'lsa, 1000 ta ham 4 qator. 1000 ta ham 4 ta a ba yoki a b d b. 1000 tovda ham omonim so'zlar ishtirok etadi va mana shundan tuyuqligini topish oson. Shakldosh so'zlarni qofiyaga olinishidan. 1000 tov ham
ramali musaddasi mahzuf yoki maqsur vaznida qat'iy yoziladi. Mingtov ham mana shu paradigmaga tushishi kerak. Deylik mingta desangiz yoki maqsur. Mingtov ham foilun bo'ladi. Xo'sh, afoilini yozing desa foilun yozasiz. Paradigma taqtisini yozing desa mana shu taqtini yozasiz. Vaznini yozing desa ramali musaddasi mahzuf yoki maqsur deb yozasiz. Qofiyalanishini yozing desa omonimlarga qarab qofiyalaysiz. A B A. Xo'p, yana nimalarni so'rashim mumkin? Ushbu she'rning janrini yozing deyishi mumkin. Masalan, birinchisi janrini yozing deydi. Tuyuq deb yozishingiz kerak. Ikkinchisi qofiyaning o'ziga xos xususiyatini yozing deyishi mumkin. Shakldoshlik deb yozish kerak. Shu janrni yuzaga keltiruvchi asosiy san'atni yozing deyishi mumkin. Asosiy san'at tuyuq degan janr yuzaga kelishida tajnis, jinos, omonim so'zlarini qo'llash bo'ladi. Qofiyalanishini yozing, vaznini yozing, afoilini yozing, taqtisini yozing, janrini yozing, qofiyani o'ziga xos xususiyatini yozing, she'rni yuzaga keltiruvchi asosiy she'riy san'atni yozing degan savol bo'lishi mumkin. Va shuningdek yana xo'p, ostiga chizilgan so'z ma'nosini yozing deyishi mumkin. Telbaman shahlo ko'zing olusidin, uzmadim bog'ingda vasl olusidin. Hajr dashtida yugurmoqligim billa, yetmadim vaslingga yo'l olusidin. Qaysinidir ostiga chizib qo'yadi. Masalan, birinchi qatordagi, endi bitta savol bo'ladi-da, ikkinchi qatordagi, to'rtinchi qatordagi omonimlar ma'nosini yozing. Bittasini so'raydi. Uchovini ham so'rashi mumkin. Yana bir narsaga e'tibor bering. Xo'p, omonim so'zlarining turkumini so'rashi mumkin. Turkum. Qaysi so'z turkumi? Xo'p, masalan mana bu yerdagi olis yaqin so'zi 4-qatordagi masalan ravish, yo'l olisligi. Xo'p, 2-qatordagi mana bu yerdagi uzmadim bog'ingda vasl olusidan bu ot. Masalan 2-qatordagisi. Telbaman shahlo ko'zing olusidan deyapti. 1-qatordagi olu so'zi yaltiramoq, jilo bermoq ma'nosida 1-qatorda kelyapti. Endi umumiy ma'nosini ham aytib o'tsak, xo'p, shahlo ko'zingning jilvasidan, nuridan, yaltirashidan telbaman. Visolingning anoridan, olmasidan, olusidan uzmadim. Hajr dashtiga yugurganim bilan yo'l olisligi tufayli vaslingga yetolmadim men. Xo'p, demak 4-qatordagi olisligi, xo'sh, 2-qatordagi meva, olu, 1-qatordagi telbaman shahlo ko'zingning nuridan, ziyosidan, yarqirashidan degan ma'noda kelyapti. Xo'p, muammoli narsalar olinmaydi, aniq ma'lumotlar olinadi. Shuning uchun ham e'tibor berish kerak. Demak, qaysi janrda yozilgan, tuyuq janrda yozilgan, qanday qofiyalangan, A B A shaklida qofiyalangan, qaysi vaznda yozilgan, ramali musaddasi mahzuf vaznida yozilgan, afoilini yozing, foilun. Taqtisini yozing, bu yozma shaklda beriladi. Xo'p, ikki qatorda endi xo'p, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Uzr, xato yozdim.
foilotun, foilun. Ikki qatorda mana shunday ko'rinishda bo'ladi, lekin bir qatorini yozsangiz yetadi. Ikkinchi qatori kerak emas, qoidaga ko'ra shunday. Xo'p. Demak, ramal musaddasi maqsur vaznida yozilgan foilotun, foilun ruknini takrori mana bu paradigmaga tushadi. Janri tuyuq, qofiyaga xos xususiyat bu shakldosh so'zlarni qo'llanganligi, she'rni yuzaga keltiruvchi asosiy she'riy san'at bu tajnis she'riy san'ati va testda eng ko'p qo'llanadigan, olinadigani ostiga chizilgan so'z ma'nosini yozing deydi.